Tamoqni bek oz yeysingizmi o'riqlamayapsizlar deyman. Chunki sizning modda almashingiz bek asta, metabolizm bek tuvan. Men bir kunda bek jiq narsa yeyman, ammo samirib ketmayman. Necha yil bo'ldi qo'saq muskullarim yo'qolib qolmadi. Nimishqa? Chunki mening metabolizm bek yuqori. Shularga o'riqlashning yadrosi, o'riqlab bo'lgandan keyin qayta samirib ketmaslikning yadrosi metabolizmni yuqori ko'tarishda. Ma filmni qanday yuqori qilishni men o'rgatib qo'yman. Bek inchik so'zlayman, bir tal yurak berib saqlayib qayta ko'rib chiqamjima. Eng avval esingiz bo'lsin. Bu metabolizm degani bir tal qahva ichib qo'yib yo bir mahsulot tayinib yuqori ko'targil bo'lmaydi. Bu universal xarakterlik bir ish. Masalan, asos metabolizm degan gap, siz hech qanday harakat qilmay, o'simlik odamga o'xshash o'ngsiga yotsangizmi, sizning badaningiz sizning hayotingiz uchun, masalan, yurak so'qishingiz, qon aylanmangiz, nafas olishingiz uchun sizga bir energiyani sarf qilib berdi. Badaningizga 1 kilo yog' 4-5 kaloriya atrofida energiyani sarf qildi. 1 kilo muskul olsa 14-15 kaloriyani sarf qildi. Shuningdek, buni yuqori ko'tarish uchun biz turmush odatlarimizni yaxshilashimiz kerak. Qanday qilamiz? Birinchisi, o'riqlash mezgilida sizning metabolizmingiz cho'qimdan tuvallaydi. Chunki ig'irlik